topib joyini. Olib keldi. Yangisini berdi. Oldingmi? Endi gap aytib beraymi? Nima? Aytib qo'yay, mana har safar narsa kiyaman. Kecha kiygan narsamni ham qani kechagisi. Bashidami? Yo'q, olib chiqib qo'yishdi. Men bunaqa narsani juda havas qildim. Hali doktor joylab qora demaylar, lekin bu haqiqiy qora ko'l ekan. Haqiqiy qora ko'l ekan. Endi qishda o'zim razmeri juda yaxshi ko'raman, chunki postimdan yaxshi ushbu narsa yo'q. Endi yarashadi-da, endi men qara doktor joylabman, gaz tuygan, normal taqmoq. Endi, bo'laversin, endi bitta gap. Hozir gapni beray sizlarga. Tomografiyasini oling. Bolani ko'rsatdingmi? Tomografiyasida qurib qolgan miya tirilib qolibdi. To'g'rimi? Ko'rsatsam ishonmaydi. Ha, ishonmaydi. Mana tuzalib ketgan bemorlarda so'zlarni aytib o'raman. $1000lik qora ko'l nima? Eng muhimi xotindan pul yashiradigan joy bor ekan. Mana uzun ekan. Bitta ekan. Xotin bittani yuzladi bo'ladi. Shu mana yana doktor joylab sovg'a oldi. Doktor joylab sovg'a olaveradi. Bu poraxo'r doktorga ham bir nima qilasizlarmi? Yana sovg'asi tosh kamaytirasizlarmi deb yozib qo'ydi. Shunday mana ko'rdingmi? Yomon zo'r narsa ekan. Shunaqa mazza ekan-da. Shu bo'ldimi? Mana gazli endi hozir 7 o'p oldi. Ertalabdan beri bemor ko'ryapmiz. Charchab qolib, yotgandim. Va endi tomografiyasini ko'rsataylik. Mana bugungisi. Miya to'liq sog'lom holatga kelgan. Qani avvalgisi? Avvalgisini bering. Ha, bola juda ahvoli og'ir edi. Mana avvalgisi. Maqalinglar, o'shatning bunday qilib ko'z ko'rinmas. Qani menga ruchka ber. Maqalinglar. Mana atrofiya holat. Mana atrofiya, mana atrofiya, mana atrofiya. Qani endi bu yerda bo'ma atrofiya yo'q. Yo'q. Endi qiz bolani o'zini ko'rsa, dori ichmayapti, yugurib yuribdi. To'g'rimi, yo noto'g'rimi? Yo'q, dori ichmaydi. Dori ichmay qo'ydi. Qanchadan beri? 6 oy, 7 oy bo'ldi. 6 oy, 7 oydan umuman dori ichmaydi, faqat pankreatni shunaqa yaxshi ko'rib ichadi. Pankreat ichadi, ustidan kirmaydi. Yo'q, shamollamaydi ham. 2 yil oldin keluvdinglarmi? 1 yil 21-yilda kelgan. Ha? 5 yil bo'libdi. 5 yildan beri. Qo'lingni berchi? Narigisini ber. Voy maladiz. Ating nima edi? Dinara. Ovozi ham zo'r. Birinchi kelganda shikoyati qanaqa edi? Harakatlari yo'q edi, yutinishi yo'q edi. Faqat yotardi-da, hech qayerga ishlata olmasdi. Qani buni men bilan bitta rasmga tushir. Bilasanmi? Qani? Aytchi. Ayt, yaqinroq kel. Nima she'r aytasan? Yo'q, meni oldimda turursan. Nima she'r aytasan? Bog'chalarim boraman. Aytor, bog'chalarim. Ayt, bog'chalarim. She'r bilmaysan? Qo'shiq aytardi. Qo'shiq aytib. Qo'shiqni aytib ber. Oyim chiroyli. Men she'r to'qib berar misin? Dinaraxon meni qizim. Aqlli va go'zal qizim. Dunyodagi asal qizim o'zing ichasan. Sog'ayganda 100%. Rahmat. Oying ichmaydi. Oying voy rahmat. Rahmat ketdi. Alloh shifo bersin senga. Rahmat. Yaxshi ko'raman buni. Xo'p, mana yana bunday qilib qo'ychi bitta mana. Mana, voy mana deysiz. Rahmat. Rahmat senga. Qani o'p qo'ysin. Voy. Rahmat. Ana meni ham o'p qo'ydi. Tushundingmi? Alloh qo'llasin. O'zgaradi. Allohga shukr. Boshida qanday? Silsilab qo'yaman. Silsilab qo'yaman. Pankreat deyapti. Nima qaranglar. Ey Allohim. O'zing ichirasan. Malades. Ey Allohim. Mana shunchalik bizga ihson qilsalar, mana shu qizim mana 100% yaxshi bo'lib ketibdi. 7-8 oydan beri dori ichmayotgan ekan.
birinchi kelganda yutun olmaskan, oyoq qo'llari ishlamaskan, sudurga ham berarmidi. 150 tagacha berish salom. Salom tipidagi kuniga 150 martacha sudurga berar ekan. Shuning uchun shu qizim mana sog'ayib ketibdi, dori ham ichmay qo'yibdi, gaplari ham zo'r ekan. Shu qilgan mana menga sarpo kamzorlar qildi. Opa oldasidan kop nima ekan? Shifo bersin, yuzim yoriq bo'lsin, ating nima edi? Dinora qizim men ham ketib qolib shekilli tom. Bundan ham aqlli, donishmand, go'zal malika qiz bo'lib ketsin. Alloh xohlasa. O'zing ichasan. Biz dorini ko'rsatmasak ham shuni ichaman deyapti. Mana shu pankaralar bosh qizga. Tushunding? Ishni yaxshi ko'rasanmi? Nima foydasi bor buni? İçesanmi? Ayın bersa ichasanmi, bermasa ham ichaversanmi? Bermasa ham ichaversan. Yashirincha olib ichadi, rosa ichadi. 2 yildan buyon umuman shamollamadi. Yashirincha olib ichadi, rosa ichadi. Pankarat ichganing uchun shamollamaydi. Olib ketasan. Sengachi buni ham beraversan, bitta ochilmagandan ham berasan. Mayli usti nimasi bor. Lekin bu ham to'ldir ekan. To'ldir ekan. Mana. Men o'zim ichadigan variant ichaman. O'zing ichasan mana. Men ham ichib oldim. Isrof bo'lmasin dedimda. Alloh qo'llasin. Endi doktor ham sal hali qaraganda mushunda po'qi ham qimmat ko'rinib ketadi. Doktor ham o'zi qarib qoldi shekilli, dorilarni ham isrof bo'lmasin deb turadi. Bo'lmasin.